ko'pchiliginglar har xil brendlardan sensorni eshiklar olib, ishlamay qolganda, buzilib qolganda, uni hal qila olmay, klient bilan o'rtalarga sovchiliklar tushgan. Bu videomizda sizlar uchun endi sizlarda bunaqa muammo bo'lmaydi. Sababi sizlarga Vinoglass brendiga tegishli Turkiyada ishlab chiqarilgan, motori platasiga 2 yil garantiya berilgan sensorni eshigimizni taklif qilamiz. Sensorni eshigimizni bitta ishlashiga o'zingizlar baho beringlar. Tashqaridagi shovqinni ham maksimal darajada o'sha beryapti. Sensorni eshigimizning bo'yini profili qalinligi salkam 5 sm. Yeniniki 7 sm ga yaqin. Tagida o'zini mana maxsus mana shunaqa cho'tkalari bo'ladi, ortiqcha changlar ushlab qoladi. Bu degani sensorni eshigimizning enini 3 metr, bo'yini 3 metr qilib bera olamiz degani. Sensorni eshigimizda 2 xil radari chiqadi. Birinchisi mana old orqasida bo'ladi. Bu ichkaridan va tashqaridan kelgan odamni o'qiydi. Ikkinchi radarimiz mana o'rtasidagi maxsus radarimiz. Bu o'rtada turgan odamni siqilib qolmasligi uchun ishlaydi.